Pul kerak. Egasini pul zarur bo'lgani uchun buni sotibdi buni. Buni sotmajak ekan. Bu katalizator diqilib qolgan lekin ishdan chiqib qolgan. Qarasangiz, bu yerda sog' katalizator yo'q edi, lekin diqilib qolgan katalizatorlar. Og'ir avtokatalizator filtrlarini pul uchun sotilmaydi. Faqatgina muddati kelgandan keyin tekshirilib, agar ishdan chiqqan bo'lsa, iloji bo'lsa yangisi qo'yiladi. Bizda sifatli yangisi bo'lmagani uchun hozirgi kunda 6 yil turibdi. Qaranglar, o't nedan chiqishi mumkin? Yurishtirishning bekli bo'lsa, o't nedan chiqishi mumkin? Yurasizlar, bu yerda furalanish katalizatori bu vodiydan kelib og'alamiz yingga, bizlar sotib ketdi normalniy baho bo'lgandan keyin kerakli katalizatorlarni Bundan ko'p katalizatorlarimiz diqilib qolgan, shuni ahvolga kelib qolgan hammasi. Bugungi kunda bu yaroqsiz avtokatalizatorlarni 20 ming so'mdan 3 millionga sotib olamiz. Bir kilosini analizini qarab, sifatini qarab bo'ladi, ichindagi materialni qarab bo'ladi. 1 million, 500 ming so'm, 800 ming so'm, 200 ming so'm har xil katalizatorlar bor. Agarda shuni yaroqsiz avtokatalizatorlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlarga kelaversa, avtokatlarimizni chotgina hal qilib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.